isitma shamollash gripp yo'tal bo'lib qolmadimi? Yaqin shu bir hafta 10 kun ichida. Bo'lmadi. Unaqa narsa bo'lgani yo'q. Yo'q. Injiqlilarimiz Shu boshini orqaga tashlayapti. bor. Oyog'ini ham orqaga qilib yig'layapti. Yarim kechasi turib olib yig'lashlar. Yo'q, ular kamaydi. Unaqalar yo'q. Keyin doktor burni bekilayotdi-ku. Yuragida teshigicha kattalashgan ekan, burni tekshirilardi. Tekshirsak, allergiyasi bor ekan bolani, bekilib qolgan ekan burni. U jag'i titrash ko'p bo'lyaptimi? Endi kuzatdi. Qanchalik bo'ldik hozir? 3 oylik. 3 oylik bo'ldi. Bo'ynimizni tutdikmi? Boshimizni? Yo'q, tutgan yo'q. Boshimizni tutmadik. Dumalashga harakat bormi? Oz. Dumalagan yo'q, mana qilib yonga kelyapti-yu. Hali dumalaganini ko'rganim yo'q. Dumalamadi hali. Oyoqlarida o'zgarishi bor. Homiladorlik qanaqa o'tgandi? Homiladorlikda simfizit bilan tuqqanman, kamqonlik bilan. Toksikoz, ugroza, suvloqalanish. Suvloqalanish bo'lgan. Tabiiy tug'ruq keserva. Keserva. Tug'ilib yig'laganmidi? Yig'ladi deyishdi. Bir marta yig'ladi deyishdi, keyin nima qilishdi, kislorod berishdi deb shunday deyishdi. Qachon emdi? Oxirgi martami? Yo'q. O'sha tug'ilgandan keyin. Ertasi kuni berishdi. Ertasi kuni berishdi. O'zlari kasha berishdi, ertasi kuni keyin ertalab berishdi. Keyin emdi. Injiqlilarimiz kamaydimi? Kamagan. Yo'q, mana 2 kundan beri doktor malik injiqligicha ko'payib qoldi-da. Unamay, shunaqa qilyapti. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Gripp bo'lib qolmadimi? Burnoq bitmayaptimi? Yo'q. Asha burni bekilib qolgan ekan, allergiyani hisobiga yopilib qopti burnining yo'li deb shunardi. Dorilar yozib berdi. Dorilarni qilyapmiz. O'sha boshim ushlamagangacha xotir olyapmiz. Bobojon jicha bo'sh, mushaklar tonus past, o'zinglarda ham suv yo'llarida kengayish ko'payibdi oldingidan ko'ra. Shunga so'raganim, isitma shamollash bo'lib qolmadimi? Yo'q, isitmalagan yo'q. Keyin asha injiqligi ko'paydi-da, mana shu 1-2 kundan beri keyin terlayapti, ko'p terlayapti. Shu Nordon hidli emasmi? Artyapman. Yopishqoq termasmi? Yo'q, shu terlayapti, artib tashlayapman nimasini. Betlarini. Yopishqoq bas-shekilli. Bobojonda jicha tonuslarimiz bo'shroq endi. Boshimizni hali ham tutmayapmiz. 3 oylik bo'lsa ham, 3 oylik bo'ldi-ku. To'lgan yo'q 3 oylikka. 3 oylikka. Normada 1 oyda bola boshini tutish kerak. Xo'p, bobojonda jicha rivojlanishdan orqada qolish belgilari bo'lyapti. Normada 2 to'r bo'lishimiz kerak bo'lgan joylarimiz 7, 6,5 bo'lib qolibdi. Oldin 5-4 edi. Hozir yana ko'tarilyapti bu narsa. Suv yo'llarida kengayish bo'lyapti. Shuni hisobiga harakat yo'llarini ezib qo'yayotgan bo'lish ehtimolligi bor. Bolada bo'shashlik, boshini tutmayotganligi, harakat tushishligi, mushaklar tonusi gipotoniyasi o'shani hisobiga kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Ishtahalarimiz qanaqa? Ishtahasi yaxshi. Ishtahalari yaxshi, emishlari yaxshi. Faqat emadimi yoki qo'shimcha ovqatlanish bormi? Yo'q, emadi. Unaqa narsa yo'q. Ko'chaga chiqsam, ba'zida olaman-u, uncha yedirmayman, bermayman. Nutrilan olaman. Agar noiloj qolsam, beraman 9 gramm beraman. U kun davomida bas. Xo'p, nazorat qilib turishimiz kerak ko'proq, chunki normadan ko'ra suv yo'llarida kengayish ko'payyapti. Bolada orqada qolish belgilari kuchayyapti. Bola bo'shligi, gipotoniya bo'layotganligi, o'zini tutishlardagi nisbatan orqada qolish belgilari kuchayyapti. Bu nisbatan xavfliroq hisoblanadi. Keyinchalik qanaqadir boshqa muammolar kelib chiqarib qo'yishi mumkin. Nogironlikka sabab bo'lish ehtimolligi ham yuqori. O'shuning uchun har oy nazorat bo'lib tursin. Suv yo'llarini kengayishlarini kuzatib turishimiz kerak. Modda almashuvini yaxshilash kerak, nervlarda o'tkazuvchanligini yaxshilash kerak. Shundan keyin bolada sekin olg'a yurish boshlansa, sekin-sekin harakatlanish tiklanishni boshlaydi. Ungacha ko'proq nazorat qilib turilar ekan. Massaj boshlab turamiz, dorilar ichib turamiz. Xo'p.